do'stlar, hammani tabriklaymiz. Bizlar Instagramda 4,5 million bo'ldik. O'z bunaqa videolarni kam qo'yamiz. Bitta narsa aytmoqchiman. Hamma jamoadagi Oysha opaga, Nozim opaga, Toshkun aka, Ikromga, hamma qolgan Mahsumaga, hamma biz videolarda ishtirok etgan yaqinlarimizga rahmat. Eng katta rahmatim podpischilarga, sizlar qo'llab-quvvatlab, like bosib turganinglar uchun addushi rahmat. Xudo xolasa harakatda davom etamiz. Endi yeymiz to'rt. Lekin aka juda ham kichkina to'rt aytibsiz. Bu yerda 1 2 3 kamida 10 ta odam yeydi. Qaysi birimizga yetadi? Mayli, Xudo xolasa bundan katta natijalarda bundan katta to'rtlar qilamiz. Undan katta natijalar qancha bo'lish kerak? 4,5 million bo'ldi. Bu Qanchalik to'rt kerak, normal. yo'q, hasabi 1 metr. Agar menda tasavvur qilinglar. 4,5 million odamim bo'lsa, 1 metr ham kamida. To'rtmi? Bo'ldi. Bunday qilamiz bo'lsa. 1 metrlik emas, 1,5 metrlik to'rt qildiraman. Bo'ladimi? Faqat bitta sharti bor.